1979-yilning 11-avgust sanasi o'zbek futbol jamoatchiligi uchun qora harflar bilan yozilib qo'yilgan. Butun xalqning aza tutishiga sabab bo'lgan hodisa Dneprodzerzhinsk osmonida sodir bo'lgan. O'shanda o'zbek futboli iftixori sanalgan Paxtakor jamoasi a'zolari samoda halokatga uchrashgan. O'zbek futboli uchun katta yo'qotishga aylangan mazkur voqea aslida qanday sodir bo'lgan edi? ...1979-yilning 11-avgusti Toshkent vaqti bo'yicha soat 13:35 o'tgan. Shu lahzada Toshkent Goryev Donetsk Minsk reysida parvoz qilayotgan Tu-134 samolyoti Chelyabinsk Kishinyov reysini bajarayotgan shu rusumdagi boshqa samolyot bilan to'qnashib ketdi. Fojia yerdan 8400 metr balandlikda yuz berdi va ikki samolyot bortida bo'lgan 178 kishi halok bo'ldi. Ular orasida o'sha vaqtda o'zbek futbolining faxri hisoblangan Paxtakorning 17 nafardan iborat tarkibi ham bo'lgan. Afsuski, dispetcherning xatosi 200 ga yaqin insonlarni bu hayotdan olib ketdi. O'sha kuni Xarkovdagi havo harakatlarini boshqarish markazida 6 nafar dispetcher navbatchilik qilayotgandi. Bo'lim boshlig'i Sergeyev yosh Nikolay Zhukovskiyni ish o'rniga o'tkazdi va unga rahbarlik qilib turishni Vladimir Sumskoyga topshirdi. O'sha kuni bu hududda ob-havo unchalik yaxshi emasdi. Osmonni bulutlar egallagan bo'lib, ular 8-9 kilometr balandlikda ham qalin joylashgandi. 65735 bort raqamli Tu-134 samolyoti Moskva vaqti bilan soat 13:11 da Donetskdan havoga ko'tariladi. Kamarov boshchiligidagi ekipaj a'zolari 77 yo'lovchini manzillari tomon yetkazib qo'yishlari zarur edi. 12:53 da Voronejdan uchgan boshqa bir Tu-134 esa 65816 bort raqamiga ega bo'lib, unda Taranenko komandirlik qilayotgandi. Moldovaga tegishli samolyot salonida 88 nafar yo'lovchi ro'yxatga olingandi. Ulardan 16 nafari 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lgan. 11-avgustda sodir bo'lgan voqealar quyidagi holat yuzaga kelgan. 11-avgustda sodir bo'lgan voqealar quyidagi holatda yuzaga kelgan. Soat 7:50 Xarkov havo harakatlarini boshqarish markazida rahbar Sergeyev janubiy-g'arbiy yo'nalishga mas'ul etib katta tajribaga ega bo'lmagan Zhukovskiyni qo'ydi. Uning harakatlarini nazorat qilishni esa birinchi klassli dispetcher Sumskoyga topshiradi. Vaholanki bu hudud sobiq SSSRda samolyotlar eng ko'p uchib o'tadigan yo'lga ega edi. Odatiy kunlarda ham ushbu joy osmonida boshqa hududlardan ko'ra ish ancha qizg'in bo'lardi. Soat 13:17 Moldovaga qarashli Tu-134 samolyoti Xarkov markazi bilan aloqaga chiqdi. Komandir 9600 metr balandlikni egallashni so'radi, lekin Zhukovskiy unga bu yo'l band bo'lishini aytib, rad javobini berdi. Keyin esa aloqaga Minskka tegishli bo'lgan Tu-134 chiqib, komandir Kamarov samolyot 5700 metr balandlikda ekanini aytib, o'zi uchun belgilangan 9600 metr masofaga ko'tarilishni so'radi. Har ikki samolyot yo'nalishi Dneprodzerzhinsk tumani osmonida to'g'ri burchak ostida kesishar, lekin oradagi farq 1 daqiqani tashkil etardi. Biroq Zhukovskiy hisobda adashib ketadi hamda ikki samolyot uchib o'tish farqi 3 daqiqa deb belgilab oladi. Shu sababli u Kamarovga 7200 metr balandlikni egallashga buyruq beradi. Soat 13:34 Minsk ekipaji 8400 metr balandlikka ko'tarilishga buyruq oladi hamda navbatdagi buyruqni kuta boshlaydi. Chunki bu yo'ldan Il-62 uchib o'tishi lozim edi. Va Zhukovskiy yana bir xatoga yo'l qo'yadi. Buni Paxtakor uchayotgan samolyot komandirining aloqaga chiqib aytgan so'zlaridan payqagan Sumskoy boshqaruvni qo'lga oladi hamda uchuvchilar bilan aloqaga o'zi chiqishni boshlaydi. 676-Il-62 ning bort raqami 9600 metr balandlikni egallagan.
735, siz esa 9000 metr balandlikka o'ting. Dneprodzerzhinskda 8440 metr balandlikda yo'llar kesishadi. Javob esa quyidagicha yangraydi. Tushundim, 8400. Sumskoyning xatosi shunday bo'lganki, u javobni qaysi samolyot komandiri aytganini so'rab, tasdiqlatishni esdan chiqargan. Har ikki dispetcher buyruqni kim bajarganini so'rashni yoki lokatorga qarab samolyotlar qaysi yo'nalishda harakat qilayotganini tekshirishni unutishgan. 95 daraja burchak ostida 65916 raqamli Tu-134A shu rusumdagi 65735 raqamli boshqa bir samolyot bilan to'qnashib ketadi. Har ikki samolyot uchuvchilari qalin bulut tufayli qarshisidagi samolyotni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishmagan. 8300 metr balandlikda Moldova samolyoti Minskka qarashli samolyotning qanot qismiga kelib urilgan. Komarov Paxtakor uchayotgan layner boshqaruvini 4500 metr balandlikkacha germatizatsiya buzilgan holatda ham ushlab turgan. Biroq shundan keyin samolyot keskin ravishda qulashni boshlagan. Halokat to'g'risida birinchi bo'lib o'sha payt havoda bo'lgan An-2 samolyoti ekipaji xabar beradi. Kurilovka hududida qulayotgan samolyot qismlari ko'zga tashlanmoqda. Menimcha bu Tu-134 parchalari. Ikki laynerning 8400 metr balandlikdagi to'qnashuvi natijasida 178 nafar inson halok bo'ldi. 9 oydan keyin bo'lib o'tgan sudda Zhukovskiy va Sumskoy ustidan sud qarori e'lon qilindi. Ular umumiy rejimda 15 yildan ozodlikdan mahrum etildilar. Boshqa javobgar shaxslar esa suvdan quruq chiqishgan. Ushbu halokatdan juda ko'pchilik o'zini yo'qotib qo'ygan, chunki o'sha mavsumda Paxtakor ishonchli o'yin ko'rsatib, yuqori o'rinlardan joy egallashga haqli ekanligini isbotlab kelayotgandi. Hatto ba'zi mutaxassislar jamoaning yaqin yillar ichida Yevrokuboklarda o'ynashi mumkinligi to'g'risida taxmin qilayotgandi. Fojia oqibatida nafaqat ko'plab insonlar halok bo'ldi, balki bu o'zbek futbolining rivojlanishiga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tasavvur qiling, o'shanda bizning eng yaxshi futbolchilarimiz dunyodan ko'z yumdi. Natijada butun bir avloddan ajralib qoldik. Agar o'sha halokat bo'lmaganda, futbolimiz hozirgi saviyasidan 2-3 barobar yuqoriroq bo'lishi mumkin edi. Shu tariqa ishqibozlarni armonda qoldirib, Paxtakor avia halokatga uchradi. Tez fursat ichida Toshkentga boshqa jamoalardan futbolchilar chaqirilib, jamoa mavsumni davom ettirdi. 3 mavsum mobaynida jamoaga Oliy ligadan tushib ketmaslik imkoniyati taqdim etildi. Lekin hayotdan ko'z yumgan butun bir jamoa o'rnini hech kim va hech narsa bosa olmasdi.